tinchlikning pok ramzi edi. Assalom mehrda to'lgan bir huzur, assalom hayotga soladi nuri, assalom taqdirning yuksak qonuni. Assalomu alaykum aziz tadbir ishtirokchilari, muhtaram ustozlar va hurmatli mehmonlar. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 3 yilligiga bag'ishlangan tantanali tadbirimizga xush kelibsiz. Bu buyuk qonunga hurmatimizni yosh avlod timsolida ko'ramiz. Navbatni Konstitutsiya va vatanparvarlik ruhidagi she'rlar bilan jasorat sinf o'quvchilariga beramiz. Marhamat. O'zbekiston Respublikasi davlat tili o'zbek tilidir. O'zbekiston Respublikasi o'z hududida hurmat qiluvchi barcha millat va davlatlarning urf-odatlari, tillari, an'analari hurmat qilinishi, yashash uchun sharoit yaratilishi, shu tillarni baholash kayfiyatini Harbiy inson xohlaganligi e'tiqod qilish yoki hech qaysisiga e'tiqod qilmaslik huquqiga egadir. Diniy qarashlarga majburan shuningdek yo'l qo'yilmaydi. har bir o'quvchimizning ko'zida porlab turibdi. Jasoratli o'quvchilarga katta rahmat. Asosiy qonunimiz har bir fuqaroning huquq va erkinliklarini kafolatlaydi. Marhamat, o'quvchilar ishtirokida Konstitutsiya normalari aks ettirilgan qiziqarli sahna ko'rinishi. Tinchligi va farovligini kafolatimam. Keling, meni kimlar va qanday ishimizni ko'raylik. Nahotki men o'qish tashlashga majbur bo'lsam, menga bilim olish shunchalik zarurku. To'xta yoshim. 41-moddani esa har kim bilim olish huquqiga ega. Bu sening kafolatlangan huquqing. Hech kim seni bu bilimdan mahrum qila olmaydi. Rostdanmi? Demak, men kurashishim, o'qishda davom ettirishim kerak. Rahmat senga asosiy qonun. Shuncha mehnat qildim, lekin haqqimni bermoqchi emaslar. Qayerga murojaat qilaman endi? 3-moddani yozishga qolaman. Har kim kasb tanlash, mehnat qilish huquqiga ega va eng muhimi mehnatga yarasha haq olishga haqli. Bu mening konstitutsiyaviy huquqim ekan-ku. Men adolatni talab qilaman. Turibsizki, Konstitutsiya bizning qonunimiz. Bu bizga huquq beradi. Ammo eslatib o'tishimiz kerak. Har bir huquq yo'lida burch ham bor. 32-modda qonunga rioya qilish, 51-modda atrof-muhitni himoya qilish. Qonunni hurmat qilgan yurtda tinchlik va taraqqiyot bo'ladi. Konstitutsiya kunini muborak bo'lsin. Foydalardan biri bu tinchlik va barqarorlikni saqlashdir. Bizning yosh avlodimiz bunday qadriyatni ko'z qarachig'idagi asrashga doimo tayyor. Endi esa sahnaga Konstitutsiya kafolatlagan milliy qadriyatlarimizga hurmatni va vatanimizga bo'lgan shijoatni namoyon etuvchi navbatdagi ijro egalarini chorlaymiz. Marhamat, jasorat sinfining raqslari. Vatan uchun ko'ksim tor. Chamanimni o'lsam kafanim, mangu berdilik menga taqdiri azal. Bilan yolg'iz qilsam sodiq qilsam bilan yolg'iz qilsam
yoshlarga tutilgani sababli har qanday jinoyatni oldini olish uchun o'quvchilarni birma-bir tekshiryapmiz. Kimning papkasi bu? Maniki. Buni senga kim berdi? Unda buni idorada aniqlashtiramiz. Sen hozircha idorada bo'lasan. O'zbekiston hududida yoshlarga pirotexnika vositalarini sotish, ularni qo'llashga ruxsat berish yoki ular orasida savdo-sotiq ishlarini yuritish qat'iyan man etiladi. O'zbekistonning kelajagi yoshlarimiz qo'lidadir. Konstitutsiya kuni muborak. Ko'chada ul sarvehraman qo'shqoqda ketdi. Nagah ko'rinib ko'chada ul sarvehraman qo'shqoqda ketdi. Qosh uchida ibo qilib jubbasilar zon bir boqdi ketdi. Ul sho'q qari ko'zlar ofat so'zi otash hay hay nejavahir bir sheva qilib bitti mani o'ziga hayron qush yoqdi ketdi. Bir sheva qilib bitti mani o'ziga hayron qush yoqdi ketdi. Bir boqdi ketdi uni yoqdi ketdi hay hay nejavahir zor etdi ketdi. Bir boqdi ketdi uni yoqdi ketdi hay hay nejavahir zor etdi ketdi. Qabul qilinganligining 33 yilligi munosabati bilan barchani tabriklash uchun sahnaga tarix fani o'qituvchisi Mansurova Zamira Shuhratxonani chorlaymiz. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli ustozlar va o'quvchilar, maktabimizning eng iqtidorli, eng sevimli, eng tartibli va eng chiroyli, mehrli o'quvchilari. Mana konstitutsiyamizni qabul qilinganligiga 33 yil bo'ldi, 33 yil to'ldi. Konstitutsiya o'zi asli nima uchun kerak? Konstitutsiya mustaqil davlatimizni, xalqini, fuqarolarini, sizdek bolajonlarni, huquqlarini, erkinliklarini himoya qilish uchun kerak. Bu davlatimiz uchun emas, balki bu biz uchun kerak bo'lgan eng asosiy qonunimiz hisoblanadi. Biz nima uchun bunday tadbirlarni tashkil qilamiz? Chunki sizlar mana shu huquqlaringizni, konstitutsiyada belgilangan huquqlaringizni bilib olinglar va bu huquqlaringizni foydalaninglar. Kimlardir o'sha sizlarning huquqlaringizni poymol qilishiga yoki sizni sha'ningizni, haqqingizni, hurmatini joyiga qo'ymasa agar, demak ularga nisbatan o'zingizni qanday pozitsiyada tutishingiz kerak ekanligini bilib olasizlar. Demak, bu qonunimiz davlatimizni mustaqil davlat ekanligini anglatadigan eng birinchi belgisi ham bo'lib hisoblanadi. Men istardimki, hammalaringiz hayot yo'llaringizda mana shunday qonunlarimizni eng yaxshi, sizlarga o'sha nima deydi, imkoniyatlar beradigan eng yaxshi moddalar hayotlaringiz yo'lini nurafshon qilsin, porloq qilsin. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Namusimizning qadrini anglashda bizga doimiy yordam beradi. Darhaqiqat tadbirimizni vatanimizga, uning tinchligiga, barqarorlikka bo'lgan cheksiz va mehrli oqishimizni tarannum etdik. Keling, endigi e'tiboringizni ekranga. Qanday imkoniyatlarga taqdim Konstitutsiya yoshlar uchun ilm olish, kasb tanlash, o'z iqtidorlarini namoyon qilish uchun katta eshiklarni ochadi.
Konstitutsiya bizning kelajagimizni himoyalovchi huquqlarning asosidir. Konstitutsiya bu huquqlarni himoyalovchi asos. U yoshlarda o'z iqtidorlarini namoyon qilish va fikrlarini erkin bayon qilish uchun huquq beradi. Konstitutsiya bizga demokratik ta'lim, sifatli bilim olish imkoniyati va ta'limdagi sharoitni huquqlarni kafolatlaydi. Bu hammaning kelajagini yordam biz endi o'z fikrimizni erkin ayta olishimiz mumkin. Loyihalarda qatnashib, grantlar yutib olishimiz mumkin. Yoki tadbirkorlik bilan shug'ullanishimiz mumkin. Konstitutsiya barcha yoshlarni qo'llab-quvvatlaydi. Assalomu alaykum. Suhbat yakunida yoshlar qanday bildirgan bo'ladi? Bizga berilgan imkoniyatlar juda katta. Eng muhimi Konstitutsiyada berilgan huquqlarimizni bilish, undan to'g'ri foydalanish va o'z ustimizda ishlash. Kelajak o'z qo'limizda.